Ko'rinishidan oson tuyuladigan, lekin yasalishning o'ziga xos sirlari bor. Keling, gullar tayyorlaymiz. Yasashdagi birinchi qoida to'g'ri gul tanlash. Bu lolalar gelvi bo'ladi. Gelvi lolani hamma joydan topish mumkin, lekin muhim qoida uni saqlashga rioya qilmasangiz, u bir haftaga qolmasdan sarg'ayib ketadi. To'g'ri saqlash esa qorong'u joyda chang tushirmagan holda saqlasangiz bir necha yilgacha xuddi shunday svej holatda turib beradi. Gulning bo'yi 30 cm. Hozir bu lolani material varianti ham chiqqan, lekin u menga unchalik yoqmadi. Sun'iyligi shundoqqina bilinib turar ekan, shu uchun undan kelin gulni tayyorlamaslikka qaror qilganman. Gullarni terishda qatorma-qator qilish kerak. Ya'ni birinchisi o'rtasiga bitta, keyingisi 5 talik, keyingisi esa yana ko'payib ketish kerak. Orasida ochiq joy qolmasligi kerak. Har bitta gulni terganda bittadan skoch aylantirib chiqish kerak. Shunda mustahkam va chiroyli chiqadi. Gullar siljib ketmaydi. Skochni ustidan to'g'ridan-to'g'ri to'rni qo'yib yuborish mumkin emas. Avvaliga lenta bilan chiroyli qilib tekislanadi. Gullarni ham boshqatdan tekislab, pastki qismini qirqib tekis qilib olinadi. Bir xil uzunlikda bo'lishi kerak. Keyin esa to'r qo'yiladi. To'rni shu lentani ustiga kley surtib turib, pistolet kley yordamida mustahkamlab olinadi. Tepa qismiga ham ozgina kleyni bildirmasdan turib qilinadi va to'rni ustidan ham yana bir marta lenta tortib olamiz. Oxirgi bezak ishimiz esa lolani o'rtalariga 12 razmerdan dur yopishtirib chiqish va lentasini chiroyli qilib bog'lab qo'yish. Siz ham gul sohasiga qiziqadigan bo'lsangiz, bemalol sun'iy gul biznesini boshlashingiz mumkin. Boshlash uchun ortiqcha mablag' talab qilinmaydi. Qanday qilib desangiz, avvaliga buyurtma qabul qilasiz, keyin esa klient sizga to'lovni oldindan qiladi, albatta kamida 50% qiladi. O'sha pulga kerak narsalarni olib bemalol yasash mumkin. Avvaldan hamma narsasini olib olish shart emas. Sizda uyingizda bittagina kusochka bo'lsa bo'ldi, qolgan narsalar metrlab, donalab bitta gulga yarasha olishingiz mumkin. Onlayn kursimda faqatgina oddiy emas, murakkab, eng qiyin va eng oddiy hammasi sir-asrorlari bilan men nima gul yasagan bo'lsam kanalimda deyarli hammasi bor. Darsligi yo'q video bo'ladigan taqdirda ham guruhda qizlar yozishsa javob beraman, tushuntirib o'rgataman. Hali hech kim bironta gulni yasa olmay qolmadi. O'quvchilarim soni 250 tadan oshgan bo'lsa, hammalari deyarli eplab ketishdi va bizneslarni boshlab olishdi. Onlayn kursimda kelin gullarni noldan boshlab professionalgacha zo'r qilib o'rgataman. Dekor gullar va Instagram, Telegram yurish bo'yicha boshlang'ich bilimlarni esa siz mustaqil ravishda shu darsligimdagi ma'lumotlar asosida videolar orqali o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Bu dastur mening kursimga kirmasa ham, lekin o'quvchilarim hammasi eplab, sotib, biznesini rivojlantirish uchun foydasi tegadi degan maqsadda qo'shganman. Darslar Telegram guruhda bo'ladi. Kursga qo'shilish uchun pastdagi raqamga Telegram orqali yozishingiz mumkin.